Assalomu alaykum, aziz kuzatuvchilar. Bugungi bemorimiz 1986-yil tug'ilgan, Sherobod tumanidan. Bu kishida 3-4 bosqichda gemorroy, ichki gemorroy, qon ketish asolati bilan bizga keldi, murojaat qilib keldi. Hozir lazerli operatsiyaga olib kiryapmiz. Lazerli operatsiyamizni qilganimizdan keyin sizga natijamizni ko'rsatamiz. Biz anesteziya qildik, ya'ni mahalliy o'g'rilantirishni bajardik. Endi hozir lazerli operatsiyamizni boshlaymiz. Qadrli do'stlar, biz lazerli operatsiyamizdan keyingi holatini ko'rsatyapmiz. Endi bemorimiz lazerli operatsiyani o'tkazdi. Mana bemalol o'zi tushib, o'zi kabinetimizga kelib, hozir pervyaskani bajardik. Hozir o'zidan so'raymiz. Lazerli operatsiya sizga yoqdimi? Yoqdi. Gemoroylaringiz nihoyatda ko'p ekan. Ichki, tashqi o'zingiz ham bilasiz. Ham qonaganligi sababli, qoningiz juda ham pastligi sababli o'sha lazerli operatsiyani tavsiya qilgan edik. Hozir mana o'zingizni qanday his qilyapsiz? Yaxshi his qilyapman. Yoqdimi sizga? Yoqdi. Boshqa o'sha qiynalib yurgan bemorlarimizga shu lazerli operatsiyani tavsiya O'shani qilasizmi? tavsiya qilaman. Kerak, o'shani olsin. Tushunarli. Siz bizni tavsiyalarimizga amal qiling. Biz tushuntirgandek, qolgani hammasi yaxshi bo'ladi. Aziz do'stlar, mana natijamizni ko'rsatyapmiz. Lazerli operatsiyadan keyingi holatimizni. Agar kimda kim shu proktologik muammolardan qiynalib yurgan bo'lsa yoki flebologiya, varikoz kasalligidan qiynalib yurgan bo'lsa, bizga murojaat qilsin. Biz lazerli operatsiya bilan zamonaviy usulda davolab 100% kafolat bilan oyoqqa turilishga yordam beramiz.